Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana 2 metrli 2 etajli 4 xonaga ajratilgan to'g'lar uchun temir ketagimiz ham tayyor bo'ldi. Uzunligi 2 metr, eniga 1 metr, balandligi 2-10 sm tomigacha. Ranglari esa mokri asfaltda mana 4 xonaga ajratganmiz. Alohida to'g'larni boqsa bo'ladi endi. Bu yerda esa don oxirlari. Juda ham chiroyli holatda tayyorlangan. Yo'llari esa MDF laminat. Orqa tomonida mana tuxumlash uchun joylarni moslab ketganmiz. O'rtasidan bo'lingan 2 xonaga ajratilgan. Tuxumini bemalol olsa bo'ladi. Kimga shunaqa qafaslar kerak bo'lsa, manzilimiz Namangan viloyati 3 tuman Jiydatepada joylashgan. Narxlar kelishilgan holatda aloqaga chiqaverasizlar.